Bugun 10-aprel. Yozuvchi, shoir, tarjimon, dramaturg, 20-asr o'zbek adabiyotining ulkan namoyandalaridan biri, o'zbek asoschisi Abdulla Qodiriy tug'ilgan kun. Abdulla Qodiriy 1894-yil 10-aprelda Toshkent shahrining Eskijuva mahallasida tavallud topgan. 1904-1906 yillarda bo'lajak adib musulmon maktabida ta'lim oladi. Abdulla Qodiriy 1923-1926 yillarda Mushtum jurnali tashkilotchilaridan biri va tahrir hay'ati a'zosi sifatida faoliyat yuritgan. Abdulla Qodiriy 1933-yilning 31-dekabrida xalq dushmani sifatida hibsga olindi. Qodiriyni sotgan odamlar. Millatim deb o'tdilar bobom, millat uchun kuygan qadamlar, sizni deya ketdilar bobom. Qodiriyni sotgan odamlar. Sababmidi o'tgan kunlari, motam bo'ldi ketgan kunlari, qanday o'tar so'nggi tonglari. Qodiriyni sotgan odamlar. Iymon bormi aytingchi sizda, choqqasisiz tik qarab ko'zga, yuragingiz o'ralgan muzga. Qodiriyni sotgan odamlar. Oxiratda bor sizga so'roq, arosatdan olasiz saboq, mihrobdagi chayonsiz biroq. Qodiriyni sotgan odamlar. Vositachi bo'lib ishlaysiz, mulozzamat qilib xushlaysiz, hayvonmisiz javob bermaysiz. Qodiriyni sotgan odamlar. Har lahzada tayyorsiz jangga, siz yoqqan cho'g' olar alanga, asli dushmansizsiz vatanga. Qodiriyni sotgan odamlar. Buyukdirsiz, nomard maddohsiz, laganbardor osiy gumrohsiz, millatimiz sha'niga dog'siz. Qodiriyni sotgan odamlar. Dunyo sizdan ko'rdi ranj alam, yer yutsaydi xomatlarni ham, kechirmaydi yaratgan egam. Qodiriyni sotgan odamlar. Qodiriyni sotgan odamlar.